Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari. Bugun biz xalq deputatlari Yangiyer shahar kengashi sessiyasi vakolatiga kiradigan masalalarni ko'rib chiqishga yig'ildik. Bugungi sessiyamizda xalq deputatlari Yangiyer shahar kengashiga saylangan 20 nafar deputatdan 16 nafar ishtirok etmoqda. Saylangan deputatlar hisobidan kvorum yetarli. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 16-iyuldagi PF-62-47 sonli farmoniga muvofiq 17-sessiya ishimiz shahar hokimligining Facebook sahifasida to'g'ridan-to'g'ri jonli shaklda uzatilmoqda. 7-chaqirim xalq deputatlari Yangiyer shahar kengashining navbatdan tashqari 17-sessiyasini ochish to'g'risida kimda qanday taklif bor? Ochilsin degan takliflar tushyapti. Ovozga qo'yiladi. Rozilar? Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, avvalambor biz sessiya kotibini saylab olishimiz lozim. Sessiya kotibi etib 12-ma'rifat saylov okrugidan deputat Boymirzayeva Gulnora Xo'janovani saylash taklifini kiritaman. Boshqa takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, ovozga qo'yaman. Taklif qilingan nomzodga ovoz berishni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Marhamat, deputat Boymirzayeva Gulnora Xo'janovani o'z joyingizga egallashingiz mumkin. Ishingizni boshlashingiz mumkin. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi birinchi masala, ya'ni Yangiyer shahrida rahbar va yoshlar uchrashuvida yoshlarning muammolarini o'rganish, ularni hal etishga ko'maklashish, yosh avlodning iste'dodi va qobiliyatini rivojlantirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish choralarini ko'rishga qaratilgan ishlar to'g'risida so'zni O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi Yangiyer shahar bo'limi boshlig'i Rustamov Sherzod Qurbonboyevga beraman. Marhamat. Reglamentni bilasiz, unda bo'yicha. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Yangiyer shahrida 2025-yilning shu davrgacha Yangiyer shahar yoshlar ishlari bo'limi tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida hisobot berildi. 2025-yil 8 oy davomida yoshlar bandligini ta'minlash yo'nalishida shu kungacha 349 nafar yoshlar bandligi ta'minlandi. Jumladan 228 nafar yoshlar o'tkazilgan mehnat yarmarkalari orqali doimiy ish o'rinlari joylashtirildi. 106 nafar yoshlarga qariyb 1,7 milliard so'mlik imtiyozli kreditlar ajratildi. 2 nafar yoshlarga subsidiyalar ajratildi. 13 nafar yoshlar kasb-hunarga o'qitildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2025-yil 18-fevraldagi PK-62 sonli qaror asosida shahrimizda 9 nafar yoshlarga qariyb 700 million so'mlik imtiyozli kreditlar ajratildi. Bundan tashqari, hatto natijalarga ko'ra shahrimizda 138 nafar yoshlar ishsiz yoshlar aniqlandi va 11 ta tashkilot rahbarlariga nomma-nom biriktirib berildi. Va bugungi kunga kelib 138 nafar yoshlar bandligi ta'minlandi. Qo'shimcha tarzda viloyatimiz hokimi tomonidan yana 14 nafar yoshlar qo'shib berildi. Hatto qo'shimcha xatlar o'tkazilgan paytida va bularning ham bandligi ta'minlandi. Bundan tashqari 2025-yilda Yangiyer shahrida oliy ta'limda o'quvchilar 257 nafar yoshlar oliy ta'limni bitirdi. 45 nafar kasb-hunar ta'limini tamomladi. Umumiy o'rta ta'limni 593 nafar yoshlar tamomladilar. Shu kungacha 607 nafar yoshlarni bandlik dasturi ishlab chiqilib, hozir ijroga qaratilgan. Jumladan 257 nafar oliy ta'limni bitirgan yoshlarning 50 nafari hozirgi kunda ishga qo'yish jarayonida, qolganlari bandligi ta'minlangan. Bundan tashqari yil boshida xatlovlar natijasida 179 nafar yoshlar 6 ta kuch ishlari tizimlariga otaliqqa biriktirildi va bularni sog'lomlashtirish choralari ko'rilib, hozirgi kunda sog'lomlashtirgan yoshlarni bu toifadan chiqarmoqdamiz. Yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar bilan ishlash yo'nalishida esa bu 2025-yil shu davrga nisbatan 141 nafar yoshlar daftariga kiritildi. Shundan 123 nafariga amaliy yordam ko'rsatildi. Jumladan bir nafar yoshlarga 11 million so'mlik asbob-uskunalar subsidiya ajratildi. 35 nafar yoshlarga 149 million so'mlik
oliy ta'limni tahsil olayotgan yoshlarga kontrakt to'lab berildi. 26 nafar yoshlarga safarbarlik chaqiruv rezervi xizmatiga badal pullari qoplab berildi. 60 nafar yoshlarga ilm-fan, sport, san'at, madaniyat yo'nalishlarida o'quv kurslariga xarajatlari qoplab berildi. Bir nafar yoshga 14 million so'm, 1 million 400 ming so'mlik moddiy yordam ajratildi. Yil davomida rahbar va yoshlar uchrashuvida shu kungacha yoshlar muammolarini hal etish maqsadida fevral, sentyabr oylarida 17 marotaba yoshlar bilan uchrashuvlar tashkil etildi. Uchrashuvlarda jami 1316 nafar yoshlar ishtirok etdi. 53 nafar yoshlarning muammolari ko'tarilib joyida hal etildi. 8 nafar muammolar muddat talab qilgani uchun hozirgi kunda ijroga qaratilib masalalar yechilmoqda. Bundan tashqari yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish yo'nalishida yil boshida 15326 nafar yoshlar 5 tashabbus olimpiadasi sport tadbirlariga jalb ro'yxatda o'tilgan. Shundan 9335 nafari ishtirok etdi. Respublika bosqichida 6 ta sport turida 19 nafar yoshlarimiz respublika bosqichiga yo'llanma qo'lga kiritib, shundan 12 nafar respublika bosqichida munosib ishtirok etdi. Bir nafari Fazil mahallasida shashka bo'yicha respublika bosqichida ishtirok etib, faxrli 2-o'rinni oldi. Fazilat mahallasidan bir yigitimiz bir nafar kibersport musobaqasida 2-o'rinni oldi. Abdurahmon Jomi mahallasida bir nafar qizimiz 2-o'rinni olib, shaxmat turi bo'yicha faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritdi. Bundan tashqari o'zingiz xabarlaringiz bor. 18-23 avgust kunlari 5 tashabbus olimpiadasi doirasida Davlat xavfsizlik xizmati kubogi respublika bosqichida Abdurahmon Jomi mahallasi yoshlari respublikada faxrli 1-o'rinni olib keldilar va o'zini mahallasida qariyb qiymati 1 milliardlik sport kompleksi qurishga erishdi. O'tgan hafta dushanbadan boshlab tamal toshi qo'yildi. Boshlarni 2 oy muddatda yakuniga yetkazamiz deyishdi. Usti yopiq sport kompleksi barpo etiladi 2 oy muddatda. Bundan tashqari iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash yo'nalishida Ustoz ayi, Ustez, Mutolaa, Ibrat farzandlari, Ibrat debat, Qizlar akademiyalar loyihalarida tadbirlar doimiy ravishda amalga oshirilib keladi. Bu yo'nalishda ham hamkorligimiz bor. Undan tashqari o'quv markazlari bilan birgalikda doimiy tadbirlar o'tkazamiz. Bundan tashqari shahrimiz hokimi tashabbusi bilan 2-oktyabrdan boshlab shahar hokimi kubogini rejalashtirganmiz. Sportning mini futbol, voleybol, stol tennisi, suzish hamda para sport turlari bo'yicha sport musobaqalari tashkil etiladi. Bu shahrimizda 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar qamrab olinadi. Hisobotimiz qisqacha shunday, hurmatli rais. Savollar bo'lsa, hurmatli deputatlar, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Ma'ruzani eshitdik, o'sha yaxshi yutuqlaringizni tabriklayman. Sizlarga taqdirlarga erishganligimiz bu eshitmagan bo'lsa, eshitdik oldi. Buncha xursandman. Lekin bitta savolim bor sizga. Mana og'ir toifadagi yoshlar shahrimizda nechta, shulardan nechta qilyapti og'ir toifadan chiqadi? Og'ir toifasi ishsizlar deya shu nazarda deyapsiz. Shu og'ir toifada. Ha, hozirgi kunda yo, u otaliq olingan deyiladi. Ishsizlarimiz, o'sha uyushmagan yoshlarimiz ichida bor. Bu otaliq deyiladi. 179 ta yil boshida. Bundan keyin viloyatimiz hokimining avgust oyida topshirig'iga binoan yana 94 nafar yoshlar otaliqqa olindi. Bu huquq-tartibot idoralariga nomma-nom biriktirib berildi. Bu bo'yicha ishsiz yoshlarning bandligini ta'minlashga ko'maklashilyapti. Qolganlari bilan sog'lomlashtirish ishlari olib borilyapti. Ular endi biriktirilgan shu tashkilot rahbarlari, xususan shahar prokuraturasi, shahar ichki ishlar bo'limi, adliya bo'limi va viloyat harbiy qism ham biriktirilgan bo'lyapti. Bizga ko'proq 114 nafar yoshimizni qamrab olgan, 114 nafar yoshimizni harbiy qism, Sirdaryo tumani harbiy qismga yuklatilgan. Bundan tashqari favqulodda vaziyatlar bo'limi va viloyat Milliy gvardiya o'quv poligoni bor. Ularni yoshlar bilan xususan
tadbirlarga ko'proq jalb qilinyapti, sog'lomlashtirishlarni olib boryapti. Bandligi ta'minlanmaganlar bandligini ta'minlashga ko'maklashilyapti. Shunda shu 179 dan bugungi kunda nechtasi sog'lomlashtirildi? Bugungi kunda endi hammasini sog'lomlashtirish choralari ko'rilyapti, lekin biz shunaqa birgalikda shunaqa xulosaga keldikki, to'laligicha o'zi sog'lomlashmagan bo'lsa, xulosa bermayapti. Hozirgi kunda 35 nafar yoshlarimiz, 179 nafardan 35 nafar yoshlarimiz sog'lomlashtirish choralari ko'rilgan. Qolganlariga hali mahalla yetkiligi tomonidan xulosa berilgan yo'q, sababi jinoyat ishga yo bo'lmasa qaysidir holatda agressiv xulq-atvorga ega yoshlarimiz borligi uchun xulosa beriladi. Sherzod, menda shu yerda qo'shimcha savol bor. Mana hozir boya ma'ruzangiz 152 nafar og'ir toifaga kiruvchi yoshlar deydi, ishsiz deb aytyapti. Siz bularni faqatgina shu ishsizlik parametri bo'yicha olyapsizmi yoki misol uchun migratsiyadan qaytganlar bo'lishi mumkin, bu to'g'ri ishsiz. Ajrim yoqasida ham bo'lishi mumkin, jinoyat qilgan yoshlar bo'lishi mumkin. Umuman bu 157 ta yosh biriktirilganmi kimlargadir? Faqatgina huquq-tartibot organlariga? Yo'q, bular 157. U 179 ta. Bu bunday rais bo'ldi. 138 nafar edi. Viloyat hokimi topshirig'idan keyin topshiriqdan 157 nafarga ishsizlar, siz aytayotganingiz ishsizlar, og'ir toifa degan ishsizlar nazarda tutiladi. Otaliq olingan degan 6 huquq-tartibot idoralariga biriktirilgan 179 tadan tashqari yana 94 nafar yoshlar biriktirganmiz. Umuman o'zining 10 ta toifasi bor. 10 ta toifa bo'yicha berilib, o'zlari individual yakka tartib suhbatlashib. Bu nazoratda. Bular nazorat. Nisbatan aqllansangiz. Shunda ma'ruzadan eshitgan yaxshi. 2024-yilda mana shahrimizda sen boshlig'ingda hokim rahbarligini ta'kid qildi, zakovat klubini tashkil qilganlar. Mana bu yil shunda men ko'rmayapman, masalan, tarmoqlarda ham chiqmayapti. Bu eng yaxshi narsa, chunki bolalarni jalb qilish, kitob o'qishimiz mana shu zakovat orqali mashg'ulot qilamiz. Nima sababdan shu ish to'xtab qoldi? Birinchi savol. Ikkinchi savol, prezidentimizning 92-sonli qarori asosida mana bizning jamiyat bilan yoshlar o'rtasida qanday ishlar amalga oshiryapti? To'g'ri aytyapsiz. Zakovat o'tgan yil yakunida ham chiroyli bir ochiq chempionat o'tkazgandik. Bu yil ham rejamiz bor. To'g'ri, sal ijtimoiy tarmoqlarga e'tibor bermayapmiz ekan. Buni o'zimizga kamchilik sifatida qabul qilamiz. Doimiy ravishda o'tkazilib boriladi. Faqat yoritishga sal e'tibor bermayapmiz, to'g'risi. Bu narsa bor. O'sha pedagogika kollejida 2023-yil shahar hokimining tashabbusi bilan klub ochilganda, u binoni nima deydi? Zakovat klubini 3-maktabga ko'chirganmiz. Yetakchimiz shu yerda, o'zi ham deputat, o'zi bosh bo'lib yoqqa olib o'tgan. Sababi ped kollej yopiladi dedi, boshqa berilgani uchun ham chekka hududda bo'lgan uchun shu shaharning o'rtaroqiga 3-maktabga qo'yganmiz. Bu doim davom etadi. Rejamiz bor, syurprizimiz bor, to'g'risi. Yil oxiriga chiroyli qilib yana bir ochiq chempionat o'tkazish rejaga kiritib qo'yganmiz. Endi xudo xolasa bo'ladi. 92-son qaror bo'yicha topshiriqlar o'zining rejasi bo'yicha bandligini ta'minlash, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunini tashkil etish va iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ham ishlar amalga oshirilyapti. Bu hisobotni keltirib o'tdim, sifralarni, raqamlarni. Yana shunda 5-bandida masalan yoshlar bilan murojaat o'tkazishga aloqador. Har bir mahallada bizning murojaatlar bor. Shular bilan yoshlarga qanday ish olib boryapti? Endi buni o'zingiz bosh bo'lasiz doim. Qanchalik qilayotganimizni siz baho berasiz. Birgalikda ishlayapmiz. Mana shu 10 nafar yoshda ham biriktirilgan, Nuroniyga biriktirilgan, boyagi 179 nafar yoshlarni biriktiryapmiz. Ko'proq sog'lomlashtirsak, Nuroniylarimiz o'rni katta. Ular bilan birgalikda shu Yusuf aytgandek biriktirilgan mahalladagi Nuroniylarga shu 170 biriktirilgan 6 huquq-tartibot idoralaridan tashqari Nuroniylarga biriktirganmiz. Ba'zi yosh katta insonlarni hurmat qiladi, ba'zi yoshlarimiz hurmat qilish kerak. So'zlarni shu yerda qo'shimcha nisbatan gaplar. Senda juda katta armiya bor, ikkita katta oliy ta'lim muassasasi bor. Ularda yaxshi zakovat klubi bor.
Men ham zakotli intellektual o'yiniga qiziqqanman. O'tgan yil respublika bizda Andijonda, Qo'qonda malaka oshirish kursi bo'ldi. Oxirida respublika televideniyasida shu ko'rsatib boradigan inson o'zi kelib turib, biz prorektorlar o'rtasida 28 ta komanda tuzildi. Birdaniga bir ketishda 28 ta komanda qatnashdi. Tashqarida juda katta joy qilindi. Juda ajoyib. Shunaqa qiziqib qoldim. Har payshanba kuni institutimizda zakot kuni o'tkaziladi. Har payshanba kuni 12 ta komanda. O'tgan yil 12 ta. Bu yil sentyabrda boshlandi yana. Shunday bu ikkita komanda bilan bog'lansak, bular o'zi koordinatorlar. Shaharga katta yordam beradi. O'zlariga ham pul, ularga ham kerak. Yoritish uchun ham kerak. Ham boyagi aloqa menimcha juda katta yordam bo'ladi. To'g'ri deyapsiz. Shanba kuni biz hokim yoshlar uchrashuvini pedagogika fakultetida o'tkazdik. Ulardan taklif bo'ldi. O'zimiz ham hokim tavsiya berdi. 5 ta kitobni bu hafta e'lon qilamiz. 5 ta o'sha faqat fakultet uchun, pedagogika fakultet uchun 5 ta kitobni qo'yapmiz o'zimiz. O'zimizni yozuvchilarning 5 ta kitobini qo'yib, o'sha kitob asosida yosh kitobxon tanlovini o'tkazyapmiz. Chunki biz o'zimiz zakotni rejalashtirgandik. Chunki siz aytganingizdek har hafta zakot o'yinlari bo'layotgan ekan. Biz endi birgalikda hokim taklif berdiki, ikkita institut ham, universitetda ham bu 2-oktyabr boshlanadigan tadbirlarga jalb qilinglar. Ruxsat bering, mana yoshlardan tashqari bo'lsin dedi. Ruxsat berdi. 2-oktyabrdan boshlab bular qatnashadi. Endi yil so'ngida ochiq chempionat o'tkazishni rejalashtirgan, chiroyli qilib. Bundan tashqari o'tgan yil ham amalga oshirgandik. Yoshlarni vatanparvar ruhida tarbiyalash maqsadida harbiy sport o'yinlarini rejalashtirgan maktab o'quvchilari o'rtasida buni ham o'tgan yil ham o'tkazgan. Bu yil ham rejamizda bor. Keyin oliy ta'lim muassasasi talabalariga 150 ta kitob tavsiya qilinganda 100 tasi o'zimiz vatandosh oldimi, 50 ta xorijiyada yo'q. O'shalardan orientatsiyadan yana ham yaxshi bo'ladi. Marhamat, kimlar qilasiz? Marhamat. Assalomu alaykum. Shercha bittamiz amalga olmoqchi edim. Murojaat bo'lganida mana oilada nogiron bor. Masalan, ota-ona ishga yaroqsiz, bola ham o'quvchi. Ular doimiy ro'yxatda turadimi yo chiqarib oladimi? Ishsiz, ota-ona ishga yaroqsiz. Daftardanmi? Daftardan ham chiqarib yuborilgan ekanda. Hozir shu sari g'urbat bo'lib yotibdi. Ota-ona ishga yaroqsiz. O'quvchining o'zi ham nogiron. Qanday tartibda to'lanadi? Yoshlar qo'yiladi bo'lyapti. Yoshlar daftariga kirish uchun avvalo muammoni aniq aytiladi. Misol uchun to'lov bo'lsa to'lov, yo bo'lsa kredit olish bo'lsa kredit, yo SCHR badan to'lab berishga aniq aytiladi. Bizlarda amaliy yordam ko'rsatilgandan keyin daftardan chiqariladi. Amaliy yordam ko'rsatilmasdan chiqarilmaydi. Bitta hozirgi shunaqa mavhum bo'lyapti, xabarlaringiz bor. 16-sonli prezident farmoni chiqdi, undan keyin 462-sonli qaror chiqdi va 10-sentyabr kuni 163-sonli prezident farmoni chiqdi. Yana qo'shimcha shunga hozirgi vaqtda yoshlar daftarida amaliy yordam ko'rsata olganimiz yo'q. O'tgan safar qiluvdik, faqatgina kambag'al oila registridagi yoshlarga yordam ko'rsatyapmiz. Yo'q, meni so'rayotganim ota-ona ishga yaroqsiz, nogiron. Bola ham o'quvchi ham nogiron. U doimiy ro'yxatda turadimi? Siz aytgandek bir marta yordam bergandan keyin chiqariladi. Yordam chiqariladi. Birinchi biz yordam ko'rsatganimizdan keyin daftardan chiqadi. Ha, bizda qarorda farmonda shunday ko'rsatilgan, 1 yilda bir marta yordam ko'rsata olamiz. Yo'q, o'sha 1 yilda bir marta yordam ham bo'lmaganda, boyagi odamlar nogiron, o'zi ham nogiron bo'lgandan keyin daftardan chiqarib tashlaganini bilishmagan. Hozir bundayda kambag'al oila reyestrida turmasa, bazaga ariza topshirgan bilan, yetakchi topshirgani bilan yo yoshli o'zi topshirgani bilan bazani o'zi rad etadi. Siz kambag'al oila reyestrida turmaganligi sababli rad etildi deb turib rad etadi. Platformani o'zi qabul qilmaydi. Ha. U endi bitta yetakchiga yo bizga bog'liq emas, bu mahalla yetkiligiga bog'liq. Yo'q, kambag'al oila reyestrida tursa hech qanaqa muammo yo'q bizda yordam ko'rsatishimiz. Chiqarib tashlagan. Unda endi bunday bo'ladida,
tasdiqlagan hujjat topshirganda ham bolalar ro'yxatiga hujjat topshirganda ham skoringni foto olmasa avtomatik rad bo'ladi. Endi yettilikni ham hech kim rol o'ynamaydi. Avtomatik programmani o'zi rad bo'ladi. Summasi. Suratda daromadi ko'ringan bo'lishi kerak. Yo, nomida uchastka bo'lib qolyapti. Shunaqa holatlar bo'lyapti. Biz yordam beramiz deb boryapmiz, haqiqatdan qiynalgan, o'rgansak uchastka bo'lib chiqib kelyapti nomida. Yo, qaysidir firmani nomiga ochib qo'yganda u bola bilmaydi. Shunaqa holatlar bo'lgani hisobiga biz oldin bor edi, o'zimizning yetakchining tavsiyasi bor edi. Mahalla yetakchining tavsiyasiga yordam bersak bo'lar. Hozir unaqa emas. Endi hozir hammasi avtomatlashtirib, asosiysi tizimdan siz chiqarmayapsiz. Biz emas, bazani o'zi tushuntiring. Baza. O'sha baza daromadi oshsa, baza o'sha boya siz aytgandek, balki biron nimasi chiqib qolganmi, yillar davomida o'zida biron narsasi bo'lib, mahallasi borasida mulkimi o'sha janjalni o'yingani uchun men aniqlik kiritishga so'rayapman. Qaysi mahalla? Men ishlayapman mahalla. Yo'q, bo'ldi, men o'zim Familiyasi Dandilar. O'sha platformada nohaqni ko'rmaydi. Birinchi guruh nogironligi. Hozir Gulnora opa bunday u masala bu yerda hal qila olmaymiz. Uni joyida o'rganib, men o'zim boraman. Mayli bo'lmasligi kerak. Bu, men borib o'rganib, Kimda qanday savollar? Marhamat. Assalomu alaykum, muassasa ishtirokchilari. Lekin mana hozir hisobotimni kunlari shaharda rostdan ham yoshlar agentligini shahar bo'limini o'zini ovozi bor. Shaharda ko'rinarli juda ko'p tadbirlar o'tkazyapsizlar. Buning uchun rahmat. Bitta savol shunday bo'ladiki, o'zingizga taalluqli savol. Masalan, hamma mahallada yoshlar yetakchilar. Ularni mana bilishim uchun ularni vazifasi ko'rsatgan bo'ladimi? 4taga tushirildi hozir. Shu vazifalarni yoshlar yetakchilari tomonidan adolatli, haqqoniy olib borayotganligini shaxsan o'zingiz mana buning boshlig'i sifatida qanday tartibda nazoratlar qilib olib borasiz? Avvalo ularga bir narsani aytaman. Doim gaplashganimizda ko'proq boshqalar bilgan, men o'zimda zoom yig'ilish qilmayman. O'zini yig'aman, yuzma-yuz gaplashaman. Shahar kichkina bo'lgani uchun bundan tashqari ogohlantirmasdan doimiy ravishda ertalab 8 gacha kelaman. Farzandlarim maktabga qo'ygandan keyin ko'p rais opalamiz ko'rib qoladi, guvoh bo'ladi. Mahallaga boraman, borganimdan qayerdasini so'rayman. Ko'chada ko'rib qolsam ham, u boshqa mahallada ko'rib qolsam ham so'rayman, aldaymi yo'qmi birinchi. Endi o'zim uchun shunday, o'zimdan shunday. Keyin ishxonasiga borib, o'sha jarayonda gaplashaman. Yordam ko'rsatadigan yoshlarni o'zim gaplashib chiqaman. Ularga ishonaman, yigitlarim ishonganim uchun men bilan bir jamoada ishlayapti. Lekin baribir har doim nazorat qilmasangiz, kimnidir nima deydi, insonimiz fikri o'zgarishi mumkin. Doim ularga aytaman, bu lavozim abadiy emas. Bu lavozimda ishlagan odam prezident tashabbusi bilan ishonch bo'lgani uchungina sizlarga berilgan. Mana hozir yetakchilarim ham chiqyapti. Mana sog'lomlashtirish degan masalada 179 nafar yoshlar. Mana shunaqa masala bo'lyapti. Mudofaadan kelyapti-da, sog'lomlashtirishimiz kerak ekan deyapti. Men aytdim ularga, sizlarga son qo'yib bermayman, raqam qo'yib bermayman. Agar ko'zing yetsa, shu bola o'zgargan bo'lsa, shu yigit yoki qiz o'zgargan bo'lsa, e'tirozim yo'q. Agar o'zgarmagan bo'lsa, unda ham e'tirozim yo'q. Bu yerda senga son qo'yib bermaymiz. Mana statistikani o'zim ko'raman bo'layapti. Bizda juda bolalar ko'p ovoradi seniki, masalan, sizlarni ham ko'taradi yo agressiv otaliq olinishda ham ko'proq deb o'zimizni tashkilotlarimiz ham aytadi, lekin maqsadimiz shu sog'lomlashtirish yo maqsadimiz shaharda manfaat yo'lda ekan, qancha ko'proq bo'lsa ham o'zimiz hokimimiz ham aytadilar, qancha ko'p muammo bo'lsa ham olib kel, men yechib beray shu narsani deydi. Ertaga attang qilganimdan ko'ra deydi. Endi siz boya savolingiz kelayotgan bo'lsa, doim o'zim ogohlantirmasdan boraman, shu mahallaga borib aynalib ko'raman. Men qilgan ishlarni statistikada ko'rinadi baribir. Yolg'on gapirmasligini ko'proq xohlayman yigitlarga. Yolg'on gapirgan joyda ketadi, ko'proq xatolar ko'payib ketadi. Shuning uchun ishxonasining oldiga borib ko'proq kuzataman. O'zim tavsiyamni beraman qo'limdan kelgancha, bo'lmasam ustozlardan so'rab o'rgatib harakat qilaman. Borgan savol. Rahmat.
Ha, endi ular ham ular bizga shuncha talab qo'yilgan, ko'paytirik, ko'proq chiqarak deyapti. Men yetakchiga aytdim, sen o'zing ko'zing yetsa chiqar, bo'lmasam chiqarma. Ha, chiqdi, menga ham chiqdi. Endi ishonaman, yigitlar doim nimadir masala bo'ladigan bo'lsa, meni o'zimga chiqadi. Chiqib, mana shu masala bo'lyapti, nima qilamiz deb hamkorlik. Kun tartibi masalasida boshqa savollar yo'q. Yo'q bo'lsa qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan, ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat. Qaror tasdiqlandi. Kun tartibida ikkinchi masala, ya'ni shahar mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan mablag'lar ajratish to'g'risida. So'zni shahar iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Xudoyqulov Dilshod Abdug'offorovich beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, bugungi sessiya ishtirokchilari, hurmatli deputatlar. Demak, ikkinchi chorakda daromadlar rejasini orttirib bajarilgan qismi mablag'lari hisobidan bir loyiha bo'yicha taklifini kiritmoqchimiz. Davlatimiz rahbari boshchiligida o'tkazilgan 2025-yil 15-may kuni maktab ta'limida amalga oshiriladigan islohotlar kelgusida asosiy vazifalar belgilab olish to'g'risida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida har bir tuman shaharlardan 5 nafar maktab o'qituvchilarini xorijiy davlatlarda, xususan Ozarbayjon Respublikasi va Turkiyada malaka oshirishga yuborish bo'yicha topshiriq berilgan. Shu yuzasidan Yangiyer shahridagi umumta'lim maktablaridan 5 nafar namunali o'qituvchilarni, 3 nafarini Turkiyada, 2 nafarini Ozarbayjon Respublikasi Baku shahrida malaka oshirish uchun jami 67 million so'm shu borish kelish xarajatlari, yashash xarajatlari va tur operator xarajatlari uchun taklifini bildirmoqchimiz. Ruxsat bersalaring, qo'shimcha manbalar hisobidan shu mablag'larni ajratmoqchi edik. Marhamat. Kimda qanday savollar bor? Bir haftalik ro'yxatlari xalq ta'limi bo'limi tomonidan shakllantirilgan, 5 nafar o'qituvchini shakllantirilgan, o'shalarning umumiy xarajatlari birinchi turi 6-kun ketadi, ikkinchisi Turkiya safari 6-kuni, Ozarbayjonniki 22-kuni belgilangan. Qaysi fan o'qituvchilari edi? Har xil fanlardan, fizikadan ham bor, qaysidir xorijiy tillardan ham bor. 5 nafar. 5 nafar. Hozir ro'yxat yonimda yo'q, ro'yxatini ham aytaman, ijtimoiy savollar bormi? Yo'q, narsani qo'llab qo'ydi. Ko'proq Yo'q bo'lsa, hurmatli deputatlar, qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan, ovoz berib tasdiqlab berishni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibiga kiritilgan barcha masalalarni ko'rib chiqdik. Sessiyani olib borish yuzasidan takliflar va mulohazalar bormi? Yo'q bo'lsa, shu bilan xalq deputatlar shahar kengashining navbatdan tashqari 17-sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.